Assalomu alaykum akalar, ukalar, opalar, singillar. Toshkentdan Moskvaga mana navbatdagi reysimiz ketyapti. Ayollar, er-xotinlar, farzandlilar bemalol kelib oldidan qilib beramiz deganimizda mana gap spot bilan. Assalomu alaykum opajon. Qayerdan keldingiz opa? Toshkentdan. Toshkentda o'zidanmi? Oldidan mesta qilib beramiz yo'lda qilib berdimi? Как положено. Yaxshimi? Ayollarga nima deysiz? Opa kelsa bo'laverar ekanmi? Ishonchli ekan? Amaki siz nima deysiz o'zingiz? Bemalol Sizni mana tabibga o'xshatishdi. Bormi deyapti o'zi. Nima deysiz? Joy bormi? Yaxshimi? Tavsiya qilsa bo'ladimi? Shikoyat bormi? Yo'q. Addushi mana akalar kelaverasizlar. Amaki assalomu keldingiz. Andijonlik. Andijon Ashag'dansiz. Biz ham Ashag'dan. Nima deysiz aka Ashag'li akalarimiz? Qulayliklar zo'r, sharoitlar. Sizlar guruhga ketyapsizlar, как положено, firma. To'g'ridan to'g'ri Qo'yli vodiy pitayda o'tirdinglar. Tavsiya qilsa bo'laveradimi sizlardan keyin? Juda yaxshi hamma. Kelishaversin-a? Kelinglar. Zo'r. Xudo xolasa oxiri ham zo'r bo'ladi, bilasiz aka. 5 topib qo'yavering akajon. Kim ketmoqchi? Avtobusimiz tashqi holati UzAvtotrans kompaniyasi avtobuslari mana. Borib kelmoqchi bo'lganlarga bemalol telefon qilib nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar yozib qo'yamiz. Bitta O'zbekiston, bitta rossiyskiy. Kommentariyaga yozsanglar bo'ladi. WhatsApp, Telegram bor telefon raqamlarda telefon qilaverasizlar do'stlar. Alo, kishi ham shunday dedi-ku. Ne berdi bu o'zim chaqirib chaqirdim o'zimga. Shunday komfortabiliy avtobusda ketishlikda bo'lganlar.